Bugun men pensiyasini bank kartasiga oladigan har bir inson bilishi shart bo'lgan juda muhim masalani tushuntirib beraman. Bu gap faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, nabiralariga, qarindoshlariga ham tegishli. Chunki ko'p holatda pensionerning o'zi kartadan foydalanmaydi. Kartani farzandi ushlab yuradi. SMS xabarlarini boshqa odam ko'radi. Bankomatdan pulni boshqa kishi yechadi. Mana shu joyda xatolar, tushunmovchiliklar. Ba'zan esa katta muammolar kelib chiqadi. Agar siz pensiyani kartaga olayotgan bo'lsangiz yoki ota-onangiz, buvingiz, bobongiz pensiyasini kartaga olsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men bugun pensiya kartaga tushganda nimalarga e'tibor berish kerak? Qaysi holatda pul ushlanib qolishi mumkin? Karta yo'qolsa nima qilish kerak? Ishonchnoma bilan pul olishda nimalar muhim? Firibgarlardan qanday himoyalanish kerakligini sodda qilib tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar bir kun kelib sizni katta yo'qotishdan saqlab qolishi mumkin. Avvallari ko'pchilik pensiyani naqd pul shaklida olardi. Ayrim joylarda pochtachi uyma-uy yurib pensiya olib kelardi. Ayrim pensionerlar esa belgilangan joyga borib imzo qo'yib pulini olardi. Bunday usulda ham muammolar bor edi. Odam uyda bo'lmasa, pul kechkardi, navbat bo'lardi. Ayrim hollarda sanani kutishga to'g'ri kelardi. Naqd pulni uyga olib kelish xavfsiz bo'lmasdi. Lekin odam pulni qo'liga olgandan keyin hammasi ko'z bilan ko'rinardi. Qancha berildi, qachon berildi, kim berdi, darhol bilinar edi. Hozir esa pensiyalar ko'p hollarda bank kartalariga tushmoqda. Bu bir tomondan qulay. Pul kartaga tushadi. Bankomatdan yechib olish mumkin. Do'konda karta orqali to'lash mumkin. Farzand boshqa shaharda bo'lsa ham ilova orqali yordam berishi mumkin. Ammo ikkinchi tomondan karta bilan bog'liq savod bo'lmasa, odam o'z pulini nazorat qila olmay qolishi mumkin. Ayniqsa SMS xabar ulanmagan bo'lsa, telefon raqami boshqa odam nomida bo'lsa, PIN kodni qarindoshlar, qo'shnilar yoki begona odamlar bilsa, muammo boshlanadi. Men amaliyotda ko'p ko'rgan eng katta xato shuki, odamlar pensiya kartasini oddiy plastik karta deb o'ylaydi va unga jiddiy qaramaydi. Aslida bu karta pensiyaning oyma-oy yashash manbai. Oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lov, yo'l haqi, shifokorga borish, qarindoshga yordam berish, hammasi shu pulga bog'liq. Demak, bu kartani himoya qilish oddiy karta himoyasi emas, pensionerning kundalik hayotini himoya qilish degani. Bugungi tizimda pensiya mablag'i ko'pincha avtomatik tarzda kartaga o'tkaziladi. Ya'ni pensioner har oy alohida ariza yozmaydi. Pul belgilangan tartibda hisoblanadi va bank orqali kartaga tushadi. Bu juda qulay. Lekin shu bilan birga odam o'z kartasi faolmi? Muddati tugamaganmi? Hisob raqami to'g'rimi? Bankdagi ma'lumotlar yangilanganmi? Telefon raqami o'ziga tegishlimi? Bularni tekshirib turish kerak. Masalan, oddiy vaziyatni olaylik. Pensioner opa har oy 20 million 200 million so'm pensiya oladi. Kartasi 3 yil oldin ochilgan, lekin karta muddati tugaganini bilmaydi. Pensiya hisob raqamiga tushishi mumkin, lekin karta orqali yechib bo'lmaydi. Opa bankomatga boradi. Bankomat kartani qabul qilmaydi yoki amal qilish muddati tugaganini ko'rsatadi. Opa pensiyam tushmabdi deb o'ylaydi. Aslida pul tushgan, faqat karta yangilanishi kerak. Agar u buni bilmasa, bir necha kun sarson bo'ladi. Banka qayta boradi, asabiylashadi. Demak, karta muddati oddiy mayda narsa emas. Yana bir misol. Ota 1 million 800 million so'm pensiya oladi. Kartani o'g'liga bergan. Chunki o'zi bankomatdan foydalanishni bilmaydi. O'g'li har oy pulni yechib beradi. Lekin otaning telefoniga SMS xabar ulanmagan, ilova ham yo'q. Bir oy o'g'il 1200 ming so'm tushganini aytadi, lekin 1500 ming so'm beradi. Qolgan 300 ming so'm komissiya bo'ldi, qarzga ketdi, do'kondan to'landi deb tushuntiradi. Ota tekshira olmaydi. Men bu yerda farzandlarni ayblamoqchi emasman, lekin nazorat bo'lmasa ishonch ham zaiflashadi. Kelishmovchilik paydo bo'ladi. Shuning uchun pensioner yoki uning ishonchli vakili har bir tushum va yechimni aniq ko'rib turishi kerak. Birinchi navbatda kartasini o'zi ishlatmaydigan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Agar karta doim boshqa odam qo'lida bo'lsa, hatto u yaqin qarindosh bo'lsa ham tartib bo'lishi shart. Karta kimda turadi? PIN kodni kim biladi? Pul qachon yechiladi? Qancha yechiladi? Chek olinadimi? SMS kimning telefoniga keladi? Bular ochiq kirishib olinishi kerak. O'g'limku, qizimku, nabiramku deb beparvo bo'lish to'g'ri emas. Ishonch yaxshi, lekin hisob kitob aniq bo'lsa, oila ichida ham tinchlik bo'ladi.
ikkinchi guruh pensiyasini kartaga oladi, lekin telefon ishlatmaydi yoki SMS xabarnomani o'qiy olmaydi. Bunday insonlar bankka borib tushumlarni tekshirishi kerak bo'lsa, bank xodimidan hisobdan ko'chirma chiqarib berishni so'rashi mumkin. Hisobdan ko'chirma degani kartaga qachon qancha pul tushgani, qachon qancha yechilgani ko'rsatilgan ma'lumot. Masalan, yanvar oyida 1 million 350 ming so'm tushgan. 5 yanvar kuni bankomatdan 50 ming so'm yechilgan. 7 yanvar kuni dorixonada 120 ming so'm to'langan. 10 yanvar kuni do'konda 5 so'm to'langan. Mana shunday ko'chirma odamga haqiqatni ko'rsatadi. 3-guruh qarzi, alimenti, kredit majburiyati yoki sud ijrosi bilan bog'liq masalasi bor pensionerlar. Ba'zan odam pensiyam to'liq tushmadi dedi. Buning sababi turlicha bo'lishi mumkin. Pensiya hisob kitobida o'zgarish bo'lishi mumkin. Oldinga ortiqcha to'lov qaytarilishi mumkin. Sud ijrosi bo'yicha ushlab qolish bo'lishi mumkin. Bankdagi kredit to'lovlari avtomatik yechilishi mumkin. Bunday vaziyatda taxmin qilish kerak emas. Darhol bankdan va pensiya jamg'armasining hududiy bo'limidan aniq ma'lumot olish kerak. Agar pensioner kartasini o'zi ishlatsa, PIN kodni hech kimga bermasa, telefon raqami o'z nomida bo'lsa, SMS xabarnoma ulangan bo'lsa, karta muddati nazorat qilinsa, har oy tushumlar tekshirilib tursa, bunday odamda qancha qolmayadi. Lekin baribir menda hammasi joyida deb butunlay beparvo bo'lish mumkin emas. Chunki firibgarlar aynan oddiy odamlarning ishonuvchanligidan foydalanadi. Masalan, pensionerga telefon qilib, bankdanmiz, kartangiz blok bo'ladi. Hozir SMS kodni ayting deyishadi. Yoki pensiyangizga qo'shimcha pul chiqdi. Kartangizni tasdiqlash kerak deyishadi. Yoki davlatdan yordam puli bor, kartangiz raqami va amal qilish muddatini ayting deyishadi. Shuni qat'iy bilib qo'ying. Bank xodimi ham, pensiya jamg'armasi xodimi ham sizdan telefon orqali PIN kod, SMS kod, karta orqasidagi maxfiy raqamni so'ramasligi kerak. Kim so'rasa, u juda katta ehtimol bilan firibgar. Birinchi holat. Olimiz 8 yoshli amakining pensiyasi 1 million 600 ming so'm. U kartani cho'ntagida olib yuradi. PIN kodni esa kartaning ustiga kichik qog'ozga yozib qo'ygan. Bir kuni bozorda hamyon yo'qoladi. Karta ham, PIN kod ham bir joyda bo'lgani uchun topib olgan odam bankomatdan pulni yechib olishi mumkin. Bu yerda eng katta xato PIN kodni karta bilan birga saqlash. PIN kodni hech qachon kartaning ustiga yozmang, hamyonga solmang. Telefonda pensiya karta kodi deb saqlamang. Yaxshisi yodlab oling. Agar yodlash qiyin bo'lsa, ishonchli bir usul bilan boshqalarga tushunarsiz ko'rinishda saqlang, lekin kartaning yonida emas. Ikkinchi holat. Bu pensiyasini kartaga oladi. Har oy 1 million ming so'm. Nabirasi ilova orqali kommunal to'lovlarni to'lab beradi. Bu yaxshi. Lekin ilova nabiraning telefonda karta ma'lumotlari saqlangan. Nabira telefonni yo'qotib qo'yadi. Telefon parolsiz. Agar telefon kirgan odam bank ilovasiga kira olsa, kartadan pul ketishi mumkin. Demak, pensionerning kartasini boshqa odam ilovasiga ulashda ham ehtiyot bo'lish kerak. Telefon parolli bo'lsin, bank ilovasiga alohida parol qo'yilsin, SMS kodlar begona qo'lga tushmasin. 3-holat. Opa pensiyasini bankomatdan yechmoqchi bo'ladi. Yo'lda notanish odam xola yordam beraymi deydi. Opa kartani beradi. PIN kodni aytadi. Notanish odam bankomat ishlamayapti deb kartani qaytaradi. Lekin kartani almashtirib qo'yadi yoki kodni eslab qoladi. Keyin boshqa joyda pul yechiladi. Shuning uchun bankomat oldida begona odamdan yordam so'ramang. Agar yordam kerak bo'lsa, bank filialiga kiring. Rasmiy xodimdan yordam so'rang. Bankomat oldida navbatda turgan odam, qo'shni, tanishning tanishi, taksichi, do'konchi sizning kartangiz va kodingizni bilishi shart emas. 4-holat. Pensionerning kartasi muddati tugagan, lekin u buni payqamagan. Pensiya kuni kelganda bankomat pul bermaydi. Odam darhol pensiyamni to'xtatishdi deb xavotirga tushadi. Aslida karta almashtirilishi kerak. Karta yuzda oy va yil yoziladi. Masalan, mendaki 26 bo'lsa, karta 2026 yil avgust oyigacha amal qiladi. Muddati yaqinlashsa, oldindan bankka murojaat qilib, yangi karta olish kerak. Bu ayniqsa qishloqda yashaydigan, bank filiali uzoqda bo'lgan odamlar uchun muhim. Pensiya kartaga tushishi har doim ham pulni o'sha kuni bankomatdan yechib olish mumkin degani emas. Ba'zan bank tizimida texnik kechikish bo'lishi mumkin. Ba'zan bankomatda naqd pul tugan bo'lishi mumkin. Ba'zan karta bloklangan bo'lishi mumkin. Bunday holatda vahimaga tushmang. Avvalo boshqa bankomatda tekshiring.
Bankning aloqa markaziga qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Eng muhimi, bankomat pul bermagan bo'lsa, lekin hisobdan yechilgan deb ko'rinsa, darhol bankka murojaat qilib ariza yozing. Chek chiqqan bo'lsa, saqlab qo'ying. Chek chiqmagan bo'lsa ham bankomat manzili, sana, vaqt va taxminiy summa esda bo'lsin. Yana bir nozik jihat, karta bloklanishi mumkin. Masalan, PIN kod 3 marta noto'g'ri terilsa, karta vaqtincha blok bo'lishi mumkin. Bu holat pulim yo'qoldi deb o'ylamaslik kerak. Bankka murojaat qilasiz, shaxsingizni tasdiqlaysiz, kartani tiklaysiz yoki yangisini olasiz. Shuning uchun PIN kodni aniq bilish kerak. Ko'p pensionerlar 4 raqam edi. Lekin qaysi tartibda ekanini unutdim deyishadi. Bunday vaziyatda taxmin qilib qayta terish xavfli. Ayrim hollarda pensiya oluvchi uzoq muddat pulni yechmaydi. Masalan, odam kasal bo'lib qoladi, boshqa viloyatga ketadi. Farzandinikida yashaydi. Kartadagi pul turaveradi. Lekin karta muddati tugashi, yo'qolishi, bloklanishi mumkin. Agar pensioner o'zi bankka bora olmasa, qonuniy tartibda ishonchnoma rasmiylashtirish masalasi paydo bo'ladi. Ishonchnoma bilan pul olishda hujjatlar to'g'ri bo'lishi kerak. Oddiy men ruxsat berdim degan og'zaki gap bank uchun yetarli bo'lmaydi. Notarial tartib, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, karta egasining roziligi bular muhim. Yana bir muhim masala, pensioner vafot etgandan keyin kartadagi pulni yechish. Bu juda nozik va huquqiy jihatdan jiddiy mavzu. Agar odam vafot etgan bo'lsa, uning kartasidan pul yechish avtomatik ravishda to'g'ri ish bo'lib qolmaydi. Meros, ortiqcha to'lov qaytarilishi kerak bo'lgan mablag' huquqiy tartib bor. Shuning uchun bunday holatda oila a'zolari bank va tegishli idoralarga qonuniy tartibda murojaat qilish kerak. Karta qo'limda edi, kodni bilardim deb pul yechish keyinchalik katta muammoga olib kelishi mumkin. Men alohida ogohlantiraman. Pensiya kartasi bo'yicha eng katta xavf firibgar qo'ng'iroqlar va SMS havolalardir. Sizga pensiyangiz oshiriladi, qo'shimcha to'lov chiqdi. Karta tasdiqlanmasa pulingiz muzlatiladi. Bank xavfsizlik bo'limidanmiz deb qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Ular juda ishonarli gapiradi. Ba'zan ism sharfingizni ham bilishi mumkin. Lekin ular sizdan SMS kod so'rasa, karta raqamini to'liq so'rasa, amal qilish muddatini so'rasa, karta orqasidagi 3 xonali kodni so'rasa, darhol telefonni qo'ying. Hech qachon telefon orqali aytilgan havolaga kirib karta ma'lumotlarini kiritmang. Masalan, mana shu linkga kiring. Pensiya qo'shimchasini oling desa, bu xavfli bo'lishi mumkin. Rasmiy ma'lumotni faqat rasmiy saytlar, bank filiali, bankning rasmiy ilovasi yoki pensiya jamg'armasining rasmiy kanallari orqali tekshiring. Agar shubha bo'lsa, o'zingiz bank raqamiga qo'ng'iroq qiling. Sizga qo'ng'iroq qilgan raqamga ishonib qolmang. Pensionerlar uchun yana bir keng tarqalgan xato karta rasmini birovga yuborish. Ayrimlar pul tashlab berishsin deb kartaning old va orqa tomonini suratga olib yuboradi. Karta raqamini aytishning o'zi ayrim holatda pul qabul qilish uchun yetarli bo'lishi mumkin. Lekin karta orqasidagi maxfiy kodni yuborish mutlaqo mumkin emas. Karta orqasi SMS kod, PIN kod, ilova paroli hech kimga berilmaydi. Hatto u o'zini bank xodimi deb tanishtirsa ham. Birinchi qadam, kartangizni tekshiring. Karta kimning nomida? Amal qilish muddati qachongacha? Karta faolmi? Bankdagi telefon raqami to'g'rimi? SMS xabarnoma ulanganmi? Buni bank filialida yoki bankning rasmiy aloqa markazi orqali aniqlash mumkin. Agar siz o'zingiz bora olmasangiz, ishonchli yaqin inson bilan boring, lekin baribir asosiy ma'lumotni o'zingiz eshiting. Ikkinchi qadam, PIN kodni tartibga soling. PIN kodni hech kimga aytmang. Agar hozirgi PIN kodni ko'pchilik bilsa, uni almashtiring. Agar kartangizni farzandingiz ishlatayotgan bo'lsa ham, pul yechish tartibini kelishib oling. Masalan, har oy pensiya tushgandan keyin bankomatdan pul yechiladi. Chek olinadi. Qancha yechilgani pensionerga aytiladi. Qolgan pul kartada qancha qolgani ko'rsatiladi. Bu ishonchsizlik emas, bu moliyaviy tartib. 3-qadam, SMS xabarnomani ulang. Har bir tushum va chiqim bo'yicha xabar kelib tursa, siz darhol bilasiz. Agar pensioner SMS o'qiy olmasa, ishonch farzandining raqamini ulash masalasini bank bilan qonuniy va to'g'ri tartibda aniqlashtirsin. Lekin bu yerda ham ehtiyot bo'lish kerak. Xabar keladigan odam mas'uliyatli bo'lish kerak. Chunki u pul harakatini ko'rib turadi. 4-qadam, bankomatdan foydalanishda xavfsizlikka rioya qiling. Bankomat oldida PIN kod tarayotganda qo'lingiz bilan klaviaturani yoping. Begona odam yaqin turmasin. Bankomat kartani yutib yuborsa, darhol bankka xabar bering.
bankomat pul bermasa, lekin hisobdan yechilgan bo'lsa, o'sha zahoti bankka murojaat qiling. Pul sanashni bankomat oldida hammaning ko'z o'ngida uzoq vaqt qilmang. Naqd pulni sumkaga joylab, keyin xotirjam joyda tekshiring. 5-qadam, hujjatlaringizni tayyor tuting. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya hujjatlari, bank kartasi, telefon raqamingiz kerak bo'lsa ishonchnoma. Agar pensiya summasi noto'g'ri tushdi deb o'ylasangiz, bankdan hisob ko'chirma oling va pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda aniq yozing, qaysi oy uchun pensiya, qancha tushishi kerak edi, qancha tushdi, qaysi bank kartasiga tushadi, telefon raqamingiz qaysi. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang, kerak bo'lsa yozma ariza qoldiring. 6-qadam, farzandlar ota-onasiga tushuntirsin. Ko'p pensionerlar bank kartasidan qo'rqadi yoki aksincha juda ishonuvchan bo'ladi. Farzand sifatida siz ona ota hech kimga SMS kod aytmaysiz. Kartani begona odamga bermaysiz. Bankomatdan otanish odamdan yordam olmaysiz deb qayta tushuntiring. Bir marta aytish yetmaydi. Katta yoshdagi odamlar ba'zan texnik so'zlarni unutadi. Lekin oddiy qoida esida qoladi. Kodni hech kimga aytmayman, kartani hech kimga bermayman. Shubha bo'lsa, farzandimga yoki bankka qo'ng'iroq qilaman. Agar odatdagidan kam pul tushsa, birinchi navbatda bankdan oxirgi operatsiyalarni tekshiring. Balki pul to'liq tushgan, lekin avtomatik to'lov, kredit, qarzdorlik yoki boshqa yechim bo'lgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi navbatda pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Pensiya miqdori qayta hisoblangan bo'lishi, hujjatlarda o'zgarish bo'lishi, oldingi oyda ortiqcha to'lov hisobga olingan bo'lishi mumkin. Uchinchi navbatda agar sud ijrosi bo'yicha ushlab qolish bo'lsa, majburiy ijro organlaridan ma'lumot oling. Muhimi, birinchi eshitgan gapga ishonib qolmang. Hamma pensiyadan ushlab qolinyapti ekan. Bank o'zi olib qo'yibdi. Endi kartaga tushsa shunaqa bo'ladi degan gaplar har doim ham to'g'ri emas. Masalan, pensioner 1700 so'm kutgan, lekin 1.200.000 so'm tushgan. Bu darhol firibgarlik degani emas. Sababini hujjat bilan aniqlash kerak. Bank ko'chirmasi pul harakatini ko'rsatadi. Pensiya jamg'armasi hisob-kitob sababini tushuntiradi. Agar haqiqatan xatolik bo'lsa, yozma murojaat orqali tuzatish talab qilinadi. Agar ushlab qolish qonuniy asosda bo'lsa, uning miqdori va muddati aniqlanadi. Agar karta yo'qolsa, birinchi ish bankka darhol qo'ng'iroq qilib kartani bloklatish. Balki uyda qolgandir, keyin qarayman deb kutmang. Har bir daqiqa muhim. Karta bloklangandan keyin bankka borib yangi karta chiqarasiz. Agar pul yechilgan bo'lsa, bankdan operatsiya tafsilotini so'raysiz, ariza yozasiz. Zarur bo'lsa, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilasiz. Ayniqsa, siz SMS kodni hech kimga bermagan bo'lsangiz, karta qo'lingizda bo'lsa, lekin pul ketgan bo'lsa, buni jiddiy tekshirtirish kerak. Agar siz o'zingiz SMS kodni firibgarga aytgan bo'lsangiz, vaziyat murakkablashadi. Shuning uchun men boshidan ogohlantiryapman. SMS kod bu oddiy raqam emas. Bu sizning pulingizga kirish kaliti. Uni aytgan odam ko'pincha o'z qo'li bilan eshikni ochib bergandek bo'ladi. Firibgarlar aynan shoshiltiradi. Hozir aytmasangiz karta blok bo'ladi. Tezroq ayting, navbat kutyapti. Pul qaytmay qoladi deyishadi. Shoshiltirish firibgarlikning eng katta belgilaridan biri. Bugun men pensiyasini kartaga oladigan, har bir odam bilishi kerak bo'lgan eng muhim narsalarni tushuntirdim. Karta muddati, PIN kod, SMS xabarnoma, bankomat xavfsizligi, ishonchnoma, kam tushgan pensiyani tekshirish. Firibgarlardan himoyalanish, bularning hammasi pensionerning o'z pulini saqlab qolishi uchun zarur. Pensiya kartaga tushishi qulay, lekin qulaylik bilan birga mas'uliyat ham keladi. Mening asosiy maslahatlarim shunday. Kartangizni nazorat qiling. PIN kodni hech kimga bermang. SMS kodni aytmang. Shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmang. Bankomatda begonalardan yordam olmang. Tushum va yechimlarni tekshirib boring. Agar muammo bo'lsa, taxmin qilmang. Banka va pensiya jamg'armasiga aniq hujjat bilan murojaat qiling. Agar sizning oilangizda pensiyasini kartaga oladigan inson bo'lsa, bu ma'lumotni albatta ularga tushuntiring. Izohlarda yozing. Sizda pensiya kartaga tushishda qanday muammo bo'lgan, pul kechikkanmi? Karta bloklanganmi? Firibgarlar qo'ng'iroq qilganmi? Tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir pensionerning pulini, asabini va vaqtini asrab qolishi mumkin.